Mana bu videoda mening 10 kun oldingi holatimni ko'rishingiz mumkin, ya'ni 20-may. 10 kunda -15 kilogramm. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdilaring, mana qornimni ko'ryapsizlar, qornimning ichidagi hirslarni ham ko'rayotgan bo'lsalaring. Bunda esa 31-may, mana 10 kundan keyingi holatimni ko'rishingiz mumkin. O'zgarish bor, qorinlar ketdi, ko'rdingiz. Endi mana shu 20-maydagi holatimda vaznim 99 kilogramm edi. Hozir esa 96 kilogramm. Men 15 kilogramm ozishni maqsad qilgandim, lekin 3 kilogramm bo'ldi do'stlar. Bu nimani evaziga bo'ldi? Menimcha men 2 kundan keyin challenge boshlaganimdan keyin 91 kilo chiqqandim. 8 kilogramm vazn tayyorlagandim. Men 80 kilogacha tushib ketsam kerak deb o'ylagandim, lekin mana shunday 96 kilo chiqyapman final kuni. Nimaga? Menimcha zalga chiqdim va zalda muskullar sal o'sdi. Ya'ni 8 kun zalga chiqdim. O'shanga menimcha muskullar ancha vazn oldi, shunga 96 kilo chiqdim. Sizchi, siz qanday fikrdasiz va 10 kunda nima ish qildingiz?